Menga qara, janub tomon buyuk ko'chish, ya'ni migratsiya shunchalik zarurmidi? Muzli davri boshlandi deb kim aytdi? Muzli davri boshlandi deb kim aytdi? Atrofni muz qoplayapti-ku. Agar senga o'xshagan hoppa semiz bo'lganimda, hadeb o'zimni ko'z-ko'z qilib chig'it uchun rahmat. Endi tuyog'ini shiqillat. Bo'pti, bolani to'dasiga qaytarishda yordam beraman, lekin u yog'iga meni tinch qo'yasan. Ayniqsa otasi to'damizni yarmini qirib tashlagandan so'ng qancha qarindosh urug'larimizni terishini shilib oldi. Nima deysan, Diego? Ular qani yura qolinglar. Bo'lmasa to'dadan ajrab qolamiz. Manzilga tezroq yetaylik. O'sha yerda o'ynayverasizlar. Ey, ko'zmi yo po'stakni teshigimi? Qani oyoq ostimda o'ralashmay yo'ldan qoch. Bo'pti, og'ayni salobkayni bos. Endi kun bo'yi yo'l yurgandan keyin asablaring ularni adabini beradigan payt keldi. Men ismim Diego. Mayamdirdim, yaxshiman Ferit. Agar odamlarni qidirayotgan bo'lsangiz, ovora bo'lasiz. Ular erta tarsan bolani o'ynatishni bilmaysan. Mana qara. Bizni kichkintoyimiz qani? Kichkintoyimiz qani? Ay, indagilar, men uyg'ondim. Ay, kim bor? Tiringlar. Saloyiq. Var. Marcel. Berti. Fangus amaki. Ay, ovoz beringlar. Qayerdasiz? Baraka topkurlar. Tezroq qimirlamasak, ko'chdan qolib ketamiz. Betamizlar. Mendek jonivorni uyda yolg'iz tashlab ketishdi-ya. Har yili ahvol shu. Xudoyim, nega men shu oilada tug'ildim? Nega meni hech kim yaxshi ko'rmaydi? Nahotki men bechoraning taqdiri hech kimni qiziqtirmasa. Mama qaymoq bu mavsumdagi eng so'nggi barra. Hech qachon ichiga sakramang. Begonalar. Kuningiz bitta. Kutaverib charchadi. U senga shuni aytishni buyurdi. Yo bola bilan qaytasan, yo umuman to'daga qorayni ko'r